Assalomu alaykum hammaga. Biz yangi devor mebel Namangan shahari o'ziga kelganmiz, 3 ko'chaga. Bu yerda qimmat varianti, ikkita shkaf, o'rtasi polkali bo'ladi. Sekin ko'rsatib boraman. Mebelimiz korpusi tayyor bo'ldi. Qimmat varianti bo'lyapti. O'rta polkali, ikkita chekka garderob bo'lyapti. Bitta jenskiy, bitta muskoy. Tayyor bo'lib qoldi, ko'rsatib boraveramiz. Biz tayyor bo'ldi. Dub ankor laminat matrisdan tayyorladik. Qimmat variant bo'ldi. Ikkita qo'shimcha oyna ham qo'ydik. O'sha o'rtadagi tokchani oldiga ikkita qo'shimcha oyna ham qo'ydik. O'rtadagi tokchani tagigacha buzib tashadilar. O'rta polkali bo'ldi. Pastda ham ikkita polka chiqdi. Osha-moshalar vakuum. Ikkita chekkasida bir xil ikkita garderob. Ichlari umuman ko'rinmaydi. Xo'p, narxi 5.650.000 so'mga mana shu holatda tayyor bo'ldi. Qanaqa chiqdi? Fikr mulohazalari kommentariyada kutib qolamiz.